Amerika Tashqi ishlar ministrligi 9-ayning 3-kuni ilgirki Twitter, ya'ni X'da uchur yo'llab, o'tgan yili 12-oyda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilingan Kamila Vaytni qo'yib berishga chaqirgan. Dunyoviy ta'sirga ega ijtimoiy aloqa to'ri Twitterda e'lon qilingan bu chaqiriqda mundaq deyilgan: Bugun Kamila Vaytning 20 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Bu qutlug' kunni u turmada emas, balki o'z oilasi va universitetdagi do'stlari bilan o'tkazish kerak edi. Biz Xitoy Kommunist partiyasini Kamilaning insonlik huquqi va erkinligiga hurmat qilishga, nahaq qamalgan kishilarni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Kamila Vaytning tutqun qilinish masalasiga izchil ko'ngil bo'layotgan bo'lib, bu yil 4-ayning 20-kuni Rozet munosabati bilan Twitterda maxsus yozma e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Kamila Vaytni shartsiz qo'yib berishga chaqirgan edi. Radiomiz muxbirining aniqlashicha, Kamila Vayt Xanandagi Shangchu San'at institutining o'quvchisi bo'lib, 2022 yili 12 dekabr qo'lga ilingan va oshqunlikni targ'ib qilish jinoyati bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Kamila Vayt Xitoyning ijtimoiy aloqa supisi bo'lgan Undidarda Xitoydagi namoyish to'g'risidagi sin ko'rinishini ambahrilaganligi uchun tutilgan bo'lib, hozir Qashqardagi mush ayollar turmusida qamoqliq ekan. O'tgan yili 11-oyda Urumchida yuz bergan o't apti fojiasidan keyin Urumchi va Xitoyning 10 necha shahrida yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi namoyish elib berilgan bo'lib, bu namoyish qatnashgan Xitoy yoshlarining tutilib so'roq qilinganligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo Xitoy doiralari Kamila Vaytni namoyish haqida video tarqatdi degan arzimas bahona bilan og'ir jazolagan. Bu yil 8-ayning 25-kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Kamila Vayt haqida maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan uni qo'yib berishni talab qilgan edi. Ular bayonotida Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarning jamiyatda bo'layotgan ishlarga fikr bayon qilish huquqining yo'qligini, agar ifodalab qolsa, Xitoy hukumatı tomonidan nahaq va og'ir usulda jazolanganligini qattiq ayblagan edi.